haligi duxi yetmagan odam brend qilmaydi-da, deydi, yomon bo'lsa ham men nomim chiqmasin deydi. Shuni Duxi yetgan odam mana brend yozadi, zato garantiya beradi. Mana shu kichkina narsa 100 tonna oladi mana. Shaxsiy pul bilan brend pulni menga kompaniya pulini ajratishni o'rgandim. Sразу olib tashlay, to'g'ri stanok kerak emas-da bunga. Biznes egasi va o'zi fokus qaratgani yaxshi-da. Tembol ishlab chiqaruvchi, bular o'zlarini brendi bilan sotiladilar. Joningiz omon bo'lsin, men qarang. Hop, ish zo'r, soqqa zo'r aylanyapti, ko'z tegmasin. Nima uchun bizga o'qishga bordingiz? Что yerda klient qaytib kelishi uchun nima qilishim kerak deganda, какой-то sal qimmatroq bo'ladi. Ular kuchli tomoni shunday ekan. O'zini brendi, o'zini zapchasti. Bizda 1% emas, 100% bo'lyapti, bilyapsizlarmi? O'zlariga individual sifat qila oladi. Individual narx qila oladi, qaranglar. Ilhom Begim pul to'qyapti. Shunday qarab, qancha pul to'layapsiz deb aytdi. Mancha pul to'layapti. Menga bering mana. Yarmini bering, men o'rgataman shu narsani deb aytdi. Sen deysan, taksist bo'laman-da deb aytdi. Bu ham professionalni ishlagan paytda chang chiqmaydi sirtqa. O'ziga tartib olib kirib ketadi. Sinib qolsa sirad avishtirib beraman. Ayni. Sinmaydi-da bu lekin. Ayni. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz mana Qozog'istondamiz. Bizning biznes akademiyamizning o'quvchilari bilan birgalikda biznes analizga keldik. Bizning navbatdagi analizimiz juda ham bir malades, juda ham bir yaxshi o'qiyotgan bilimlarni amalda qo'llayotgan inson. Hozir o'zlarini o'zlari tanishtiradi. Biz qayerdamiz, ismingiz kim va nima ish bilan shug'ullanamiz? Ikki og'iz ayting. Men Abdullayev Saidjon Murodjonovich, Folis kompaniyasi asoschisi. Hozir biz turgan joyimiz Turkiston oblasti, Sayram tumani, Aqsoobod qishlog'idamiz. Folisning skladidamiz hozir. Biznes haqida ikki og'iz ayting. Nima biznes? Bizlarning biznes avtoobорудование, mashinalarning uskunalari, mashina servislarga, mashinalarni yuvadigan avtomoyka, svarishniy apparatlar, shunaqalarga xizmat qilamiz. Siz shunda bu narsalarni Xitoydan olib kelib sotasiz-a? Xitoydan прямой zavod bilan ishlashamiz. Zavod bilan прямой ishlaysiz. Necha yillik tajriba? 10 yil. 10 yillik tajriba. Joningiz omon bo'lsin. Xursandmiz. Qani bir ko'rsatasiz bunda? Ketdik. Qani o'ng tomon nima, chap tomon nima? Bizlarda bularimiz receiver, vintovoy kompressiylarni отдельный vozduk saqlaydigan receiver deb aytiladi, bochka. 8 bar, 12 bar. Aytayotgan narsalaringizni men tushunib turibman, производственник sifatida. Oddiy tilda ham tushuntirib ketamiz, чтобы xalq tushunishi uchun. Oddiy tilda aytganda kompressorga qo'shimcha vozduk saqlab beradigan bachok. Havo saqlab beradigan bachok, idish. Bu nima uchun ishlatiladi bu? Bu например, vintovoy kompressorlarda отдельный bachok bo'lmaydi. Vintovoy kompressor, производительный kompressorda bachok bo'lmaydi. Shunda qaysi biznesga ishlatiladi bu? Nima biznes? Hamma biznesga ishlatiladi bu. Pnevmada ishlaydigan любой zavodda, sement zavod bo'lsin, mana tunga chiqaradigan любой zavodlarda ishlatiladi. Lazerni reska, hamma narsada ishlatiladi bu. Demak, hurmatli do'stlar, ishlab chiqaradigan zavodlarda imonni havoni saqlash uchun ishlatiladi bu. Zavod, fabrik egalari uchun juda ham bu kerakli narsa. Bu akamiz shu narsani birinchi qo'ldan zavodni o'zidan olib keladilar. Tembol ishlab chiqaruvchi, bular o'zlarini brendi bilan sotiladilar. Sifatiga garantiya. Sifatiga garantiya. Все, qabul, dalish ketdik. Bizlarda bu tomonimizdagilar balansirovka yozilib turibdi. Men o'zimizni brend yozilgan, o'zimiz zakaz berib ishlatganmiz. Bu balansirovka apparatlar mashinaning do'ngaligini balansirovka qiladigan. To есть avtomashinalarni balansirovka qiladi-ya. Balansirovka qiladi avtomashinalarni. Hozir magazinga chiqqanda chuqurroq ko'rsatib boramiz. Demak, bu Folis brendi bilan kelgan mana. Folis brendi bilan kelgan, o'zimizni brend bilan olib kelganmiz. Zo'r, qabul. Bu tomonda avtopodiyonniklar. Estollarda mashinani ko'tarib turib remont qiladigan. Bo'ldi. Demak, mashinani ta'mirlash shoxobchalarida mashinani ko'tarib turadigan оборудованияsi ekan. Xuddi shu narsani olib kelib berasizlar. Nalichkada ham bor, zakazga ham olib kelib beramiz. Nalichkada yetarli bizlarda. Zapas juda ko'p. Sotish kerak faqat. Qabul. Qani, dalish ketdik. Yuqori tomondagilar yashik, instrumentalniy yashiklarimiz. Bular ham xuddi shu balansirovka, shuni shinamontaj nimalari. Bu roxler, elektrический, karalar. Karalar ham sotiladimi? Karalar ham sotiladi. Ular qancha? Karalar. Pullarni ko'rish kerak. Har xil karalar bor ekan. Har xil karalar bor. Mana karalarimiz bor. Elektrический.
Uxti. Men zavodda ishlagan paytim kara boshqacharoq edi. U o'tirib haydardik biz. Buni ustiga chiqib olib haydaydi mana. Uxti. Vashi mazza ekan u. Bu soat qoldimi nima? Bo'ldi, normalniy. Qoyil. Qulay ekan, juda ham udobniy ekan. Demak, bular hammasi sotiladi. Sklad. Aha. Bu оборудованиямыз katta mashinalarni shinamontaj balonni bartovka qilib qaytib nima qiladigan. Beskamberning kamera razницасы yo'q. 17,5 dan boshlab 24 razmerigacha любой грузовой mashinanikini qiladi. Balondan diskani ajratib oladi. Ha, robot. Bo'ldi. Balondan diskani ajratib oladi. Ha, tushundim. Razvatrovka. Avtomatlashgan oson-da bu bilan ishlash. Polniy avtomatikada bu. Oldingi zamonda qo'lda basib o'tirmaydi-da, shundoq o'zi bunaqa tushadi bu. Balonni kirgizadi, sразу yechib beradi. Ha, qulay ekan. Buni haligi kuvaldalar bilan, men haligi lomlar bilan hech narsa kerak emas-da bunga, kuvaldalar kerak emas. Bu manaqasi tushadi, sразу ochib ketaveradi. Tushundim. Zo'r. Bu ham folis. Bizlarda почти hozir 70% folis. O'zimiz brendga ishlayapmiz hozir. Молодцы. Zo'r. Hop, darshi ketdik. Bu uymi bu skladmi? Skladmi bu? Bu Qoyil. kirzanglar bo'ladi. Shularni ochib ichkarida turgan nima? Bu lekkovoyniki boy avtomatik robotlari. Aha. Yengil mashinani o'sha balon chiqaradiganimni. Uxti. Bu polniy avtomat. Qaranglar, chiroyli yozganini qaranglar, Folis brendi qaranglar. Odam sevib qoladi-ya. Dizaynergacha o'zi ishlaydi. Malades. Hamma narsa o'zimiz ishlab bir xil qilib ketdimizda endi o'qib o'zmoqchimiz harakat. Qoyil. Ya, ahvolingiz yomon emas. Vashi zo'r. O kamera naблюдение bor. Polniy kamera naблюдение bor. Aha. Kamera naблюдение ishlayapti, chotki, zo'r, barakasini bersin. Xo'p, yana nimalar bor bizda? Bu hammasi оборудование ham shunda bu tomonimiz? Hammasi оборудование bu tomonimiz. Mana 80 tonna, 100 tonna domkratlarimiz bor. Грузовой mashinalarniki mana bular. 35 tonnadan boshlab 150 tonnagacha. Shunaq yuki bilan грузовой mashinani tiqib ko'tarib yuboradi. Mana shu kichkina narsa 100 tonna oladimi? Bu emas, bu 35 tonna, mana bunalar 100 tonna oladi. Mana shu kichkina narsa vozduk ulanadi-da, vozduk bilan sразу mashinani ko'tarib yuboradi. Vozduk mashina o'zidan ulanadi. Yo'q, kompressor ulanadi, kompressor. Любой vulkanizada kompressor bo'ladi-ku, vozduk. Bo'ldi, tushundim. 35 tonna, 100 tonna, qoyil. Diska to'g'rilaydi aparat. Qaysi biri? Bu qizil diska to'g'rilaydi. Diskani sразу vart etilgan joyini to'g'ri ham kerak emas, to'g'ri ham o'zida-da buni. Shuni tachit qilib yuboradi. Bu faqat menda o'z Qozog'istonda 2-3 ta odam sotadi-da uni bunaqa narsalar. Ozgina tushuntirib bering, boshqatdan to'g'ri kerak emas degan joyingizni men tushunmadim. Tak, bu stanogimiz. Xo'sh. Titanoviy diskalar bo'ladi-yu. Xo'sh. Titanoviy diskalar bo'ladi, shu lekko kichkina mashinalarniki. Shuni qiyshayib ketadi-yu, yamaga tushganda qiyshaganda to'g'rilaydi bu. Nima bilan to'g'rilaydi o'zi? Gazoviy nimalar, komplektlari bor. Shunda nima silindrlar bilan to'g'rilaydi-da, keyin singan joylarini vart etadi. Argon apparat bilan vart etganini bu to'g'rining nimasi bilan sразу olib tashlaydi. To'g'rining stanok kerak emas-da bunga. Hamma narsa o'zi qilib berishadi. Qoyil. Demak bu har bir o'sha mashinani remont qiladigan shoxobchalarga hamma joy kerak ekan-da. Любой vulkanizatsiya qo'yishadi buni. Vulkanizatsiyaga. Любой vulkanizatsiya qo'yishadi. Bu juda ham zo'r stanok bu. Yangidan chiqqan o'zi, bu chiqqaniga 2 yil bo'ldi. Bu ham folis. Bu ham folis, ha. Qoyil. Gap yo'q. Maza qildik lekin. Qoyil. Ancha katta ekanda, skladingiz ham o'g'ay. Bu kichigini ko'rdingiz, tepada yo'q hammasi. O'g'ay? Yo'q. Yo'qdan chiqib ketamiz. Kelib batta chiqsa. O'zingiz ishlamasangiz ishlamagan, darsdan keyin ularga o'rgatdingiz,
dars qilishni o'rgatdingiz, O'rgatdim, yordam ha. berdingiz. Hozir siz bu yoqdasiz, ular 3 ta sotuv Bugun qildi. 3 ta sotuv qildi. Hali kech bo'lgani yo'q lekin. Ha? Rezultat xodimlarning ko'zi yonishi boshqacha. O, xodimlarning ko'zi yonib ishlashni boshladi. Bir, yaxshi. Ikkinchisi 20-sentyabrga 9-coachinda oxiriga biz target yo'qishni ko'rsatib qo'yganimizdan keyin bir oyga 5 ta 6 ta tovar sotaydik. Hozir 23 haftaning ichiga 20 kun ichiga 30 ta sotdik. Bitta qarsanglar bomba. Zo'r. Sotuv bo'limiga ro'p oldingiz. Ha, Ro'pga A nuqta, B nuqtani qo'ydingiz. Qo'ydim, o'ziga qo'ydim. O'zim boshqacha ishlardi, hozir yana haqiqatan ishga uje fikri boshqacha. Даже kechasi ham 12 gacha ishlayapti. Oldin o'z vaqtida ketgan, hozir 8-9 ga ishlaydi. Kech qoladi ham, masalan 8 da ish boshlasa 8:30, 8:20 da keladi, hozir oldinroq kelyapti, 7 da kelib 11-12 gacha ishlayapti. Zo'r case bu o'rtoqlar. 10-darsda sotuvchi oldim o'zim ukamni. Sotuvchi olgandan keyin aniq sifralarim yo'q edi. Hozir bu oy to'liq hisob-kitob bo'ldi va o'zimcha plus minus 10 ming deb yurdim. 12 ming оборот qildik bir oyda. Bo'lsam 21 tadan ko'p bo'ldi bir haftani o'zida. Operatsiyalarim To'ys 2 barobar oshdi. 3 barobar oshgan bo'ladi. 3 barobar oshdi. Yangi aptekamizga sistemani o'rnatdik. Sistema Kirim chiqim holda hammasi uji bor. kecha kirgizdim, tovarlarni kirgizdim. Siz butun Qirg'izistonga 7 oblastga tovar tarqatasiz. 2 yildan beri. 2 yildan beri. Va, litsenziyam bor. O'xdi. Endi bizlarda основной bu yerda shu именно shu apparat sotadigan apparatlarimiz melochokkalarda расходник, tish meloch shu nima оборудование olib keladigan bo'lsak, bizlar follisga именно ichiga расходник olib kelamiz. Sababi buzilmaydigan narsa bo'lmaydi-yu. Ha. 1 yildan keyin buziladi, 2 yildan keyin bizda servis borda o'zimizda, shtob remont qilib berishimiz kerak. Bizlardan bitta оборудование olganda to'xtab qolmaydi. Nelovoy gruzigacha o'zimizdan olib ketishadi. Bitta klient keladi-da. Izlamaydi hech narsa. Demak, Nulya. kuchli tomonlari ham shunda-da. Оборудованияni sotib, bo'ldi, xayr deyish yo'q-da. Buzilib qolishi bor, servisi bor. Bu zo'r. Mana shu uchun ham menimcha klientlar qayta-qayta keladi. Ha, shu ham keladi klientlar. Ana. Bu har bir biznesmen o'rganish kerak shu joyini. Bu muhim bu, qaranglar. Servis. Ha, servis. Qoyil. Ko'p katta kompaniyalarni men analiz qilgan paytimda mana svarka или buna plazma sotadi-yu. Hech qanaqa расходник sotishmas ekan. Hech bir расходник yo'q-da. U расходникni bizlardan kelib izlashadi. Ha, men unaqa qilmayman. Nima apparat zakaz beraman, сразу расходник zakaz beraman. Например, mana plazmalarni odamlar izlashib yurishadi. Plazmani boshlari bo'ladi manaqa. Tak. Mana. Mana shu narsalar mana kesadi temirni. Mana mashina apparatlari, bu ham Follis bilan ishlangan, Follis brend. O'zimizning QR kod qo'yilgan bu yerga. Titeta сразу TikTokka kirib ketadi. Hamma apparat nimalarga qo'yib chiqqan mana shunaqa. Bitta razmerlar yozilgan. Bu nima? Instagram. Razmerlar bo'ladi. Bu yerda hammasi har xil razmer bo'ladi. И качество ham har xil bo'ladi. Follisga men spesialniy buni ichiga Qozog'istonda hech kim tushunmaydi buni. Men klientimga tushuntirib beraman. Elektrod mana elektrod ikkilik qo'ydirib olib kelganman. Buni hech kim bilmaydi mendan boshqa. Faqat klientga men tushuntirib berishim kerak-da bu narsani. Hamma zakazi 1.8 bo'lgan ish tomoni. Ko'p kesadi u. Follis naqadan qaytib keladi-da, nimaga degani ko'p kesadi-yu. Boshqa joydan oladi, ozgina kesadi. Hozir apparatga ham Men buni zavoddan zakaz berganman-da, zavodga aytganman. Shtob erda klient qaytib kelishi nima qilishim kerak deganda, какой-то sal qimmatroq bo'ladi, biroq bu elektronning uslingni qilib ishlatasan degan. Ana. Plazma apparatniki. Qoyili. bu asli. Temir kesadi, temir. lazerniki ham bor. Lazerniki ham bor. Juda rasvornik. Bo'ladi lazerniki ham. Ko'rasizlar, o'zini izuminkasi bor-da har bir biznesda. Hozir Aziz akamdan ham izuminkalar eshitgandik. Qaranglar. Bu yerda ham o'zini izuminkalari bor-da. Qoyil. Malades. Lazernikini ham ko'rsatingchi. Lazernik magazinda. Qani? Bu yerda bor, endi skladchigimiz biladi bu yerda nimalarni. Qoyil. Hozir magazinga chiqqanda ko'rasizlar-da, biroz narsalar anaqa, ha, aslida. Nima ekanda? Men faqat izlanaman-da men. Moliya aka? Bu stollarga qo'yiladi-da, bittasida vozdux turadi, bittasida elektrический turadi. Например, detailing sentrlarda mana shlang yotmaydi yerda. Любой odam tartib ishlatib ketaveradi. Hozir magazinga shu ko'rsatib beraman bu nimalarini. Hammasi ochda ko'rinib turibdi. Boya rasvodnik olaman dedingiz. Masalan, men sizga hali kam o'tadigan stanok zakaz beryapman. Siz nima uchun yasatyapsiz, folis? Bunga ham
Rasxodnikini ushlab o'tirasizmi men uchun? Любой расходni ushlab o'tiraman. Nima zakaz beraman? Hammasini расход. Sababi u обязательный narsa-yu, расходниksiz bo'lmaydi. Mendan apparat olgan odam qaytib kelishi kerak. Endi bu yerda bu отдельно qilgan sababimiz buni har bir apparatlarning bo'lak-bo'lakda. Mana bu adashib qolmaslik uchun bu rukavalar bizlarda rukava boya plazma boshlar kesadigan nimalarda bular. Bu ham расходник hisoblanadi ustoz. Mana bizlardan aladida buni bir 3-4 oy ishlatadi, qaytib olib ketishadi buni. Обязательно olishadi bu narsa. Sababi ketadi-yu bu ham 5-6 oy ishlagandan keyin. Shunda mendan faqat apparat olib qo'yib qolmaydi. 3-4 oydan keyin qaytib kelib olaveradi, mendan to'xtamaydi klient. Qaranglar, fishkasi ham shu yerda ekan. Любой оборудование olib kelsa, расходникini olib keladi. Keyin servisga odamlar qaytib kelaveradi, qayta-qayta. Aylanaveradi. Ular rozi qiladi hammani, ular qaytib kelaveradi. Qaranglar, o'zini brendi, o'zini zapchasti. Kuchli tomoni ham shu yerda. Birinchi to'g'ri qilgan ishi o'ziga brend qilgani. Kompaniyani brendi bor, Folis brendi bilan. Любой narsani ko'rsak, Folis brendi ketyapti, qaranglar. Mana svarkaning bari Folis. Sirtgacha Folis yozib tashladi. Bularda shu Folis brend bo'lgani uchun ham o'zlariga individual sifat qila oladi. Individual narx qila oladi, qaranglar. Sifatni ham qila oladi, narxni ham qila oladi. Xohlagan narx qo'ya bilaman-da men. Mana Любой narx qo'yib sotaman. konkurensiya yo'q. Konkurensiya yo'q men. Zato sifatni ham yorib qo'yapti-da aka. Ha, sifatni beraman. Dokanza beraman, zavodga boraman-da gaplashib olaman. Folisni deyman, shundoq maksimalni ishlaysan deyman, u yoltib qo'ymaysan deyman. U aytib berishadi, mana. Dokanza qilib turaman. Keladi, garantiya beraman. 1 yil, 2 yil garantiya beraman apparatlarga. 6 yil oldin olgan mana Aziz apparatimni. Ha, 15 yil. 15 yil oldim. Svarkaga men 15 yil oldim. Haligacha da bu. Haligacha ishlatar ekan u. Ishlataveramiz. Men og'am Sputnik svarishni apparat. Bu avtoservisimi. Haligacha ishlaydi. 15 yil bo'ldi. Bular tanimagansiz-da u paytda. Tanigaman, Taniganmisiz? Shu paytda tanishgan, shaqda. Svarka apparat olganda tanishganmiz. 15 yil oldin. 15 yil oldin. Bitta stanokni ham siz aytgan kачествоda, siz aytgan folisni yasamaydi. Bitta stanokni yasamaydi-yu, men gaplashaman. Endi summa bo'ladi-da, например, bitta 50 ming dollar, 100 ming dollar qilib berishadi mayda-chuda nimalarni. Endi katta bir 30 ming dollar, 50 ming dollar stanok olsam, folis deb yozdiraman. Katta stanok bo'lsa, lazerni stanok, unga yozdirib yuboraman. Sababi men o'zim odamlarim bor. Qancha yilda men 20 ta zavod bilan ishlayapman. Hozir 20 ta zavod bilan ishlayapman. Xitoy sizga shu bittani ham yozib beradi. Menga yozib beradi, yozdiraman men. 100 ta ol, 1000 ta olasan keyin yozasan. Mayda-chudada yo'q, mayda kichkintoy narsaga qo'yishadi. Summa bo'ladi deyman. U, например, bor 1000 dollar yozib ber desangiz, uni vaqti yo'q. U 1000 dollar, unga summa bo'ladi, kolичество bo'ladi, shunaqa ishlashadi ular ham. Yana bitta narsa. Yana bitta savolim tugataman. Biz masalan Xitoydan оборудование zakaz qilmoqchi bo'lsak, o'zimiz qilgan bilan folisdan sizdan qilganimizni nima plyusi bor, nimasi bilan? Agar через men oladigan bo'lsanglar, оборудованияni garantiya любой payt ishlata bilasizlar. Shu men o'rtada turib, чтобы erta bir narsa bo'ladigan bo'lsa, garantiya turib bera bilaman. Hozir ko'pchilik o'zida lazer olib kelyapti-da, qiynalyapti, ishlata olmay qo'yapti, problema ko'p bo'lyapti-da hozir. Sabab o'rtada любой odam arzon narsa tiqtiradi, ko'proq foyda ko'rishni o'ylab ketishadi. Men olib kelaman, biroq men konkret aytib olaman boshida. Hatto menda shunaqa uslugam bor. Uslugam berasan, biroq garantiya o'rtada turaman. 5 yil, 10 yil men shuni turaman. Любой zavodning o'rtasida turib beraman Xitoylar bilan. Hozir bizlarda bo'lgan u sema. Saytdan men argon svarka qilganman. Bir bilan bir ish boshlagan vaqtda argon svarka qilamandagi ishlatib yurib, buni ошибкасы bo'lmaydi-da, bizlarda ошибка bo'ladi. Qayerdadir sim net o'g'lam qolgan bo'ladi-da, tit zuv chiqib turgan e'tibor bermay, bir kun plata ko'yib ketadi. Men bunga aytaman, 1 yil garantiyang bor saniki deyman. Bo'ldi deydi, platani shunday 1 oy, 15 kun shu ichida shunday yangi plata qo'yib berdi bizlarga. Qaytib novi qilib berdi. Riskovat qilib odamni o'zi olgan nima ketdi? Ha, Lutchi mutaxassis. Bular shu urovga yetish uchun 15 yil vaqt ketgan. ha, shunday bo'ldi, to'g'ri. Bola gap. Doktorga borish kerak-ku, o'zi davolash kerak emas-ku, xuddi shunaqa holat. Labay. Sayt bilan, adasi bilan, bu bilan ko'p ishlashamiz, ishimiz bilan nima qiladi? Sayt bilan zavodga bordik-da, bitta zavodga bordik Xitoyga borib ketdim men, rahmat. Xitoyga bordikda, stanok mana mo'ykani zakaz qilyapmiz. Xitoyga aytibdi-da, bu menga zapchasini ham ber desa, Xitoy nima qilasan zapchasini? Hayron bo'lyapti-da. Yo'q, men deydi, zapchasini olaman, чтобы keyin problem bo'ladigan bo'lsa, men zapchasini Xitoy aytibdi, buzilmaydi deyapti. Yo'q, shunda ham berasan-da. Buzilmaydi deyapti-da. Bu Xitoy hayronda, nima qilasan zapchasini deydi. U buzilmaydi desa, yo'q, shunda ham ber, men чтобы klientim u yerini bo'lsin. Buzib qolsa, men zapchasini berishim uchun deb shunaqa olib keladi-da. Xitoylarni ham hayron qoldiradi-da. Men ana zapchaslarni olib kelib qo'yaman-da magazinga. Klientlarni chaqiraman, baqa aka deyman, apparatni ko'rding, folisniki deyman.
Endi o zapchasini ko'r deyman. Liboy magazinga borasan deyman. Mana zapchas qo'ymaydi hech kim deyman-da. Odamlar kallasiga kiradi, boshqa magazin zapchasini bormi deydi. Ko'rsatchi deydi. Yo'q, ular xatdan ko'rsatadi. Keyin qaytib aylanib keladi ular. Shuncha aytyapman, men Qozog'istonga chiqib ketganman deb. Malades. Qoyil. Joningiz omon bo'lsin, menga qarang. Hop, ish zo'r, soqqa zo'r aylanyapti, ko'z tegmasin. Nima uchun bizga o'qishga bordingiz va nimalarni o'rgandingiz? Yor qochib gaplashsak-da sal. Ketdik. Bu tomon polniy mana воздушный kompressorlar, ustoz, kompressor nima aytyapman o'zi? Mana kompressor воздушный, bu ham mana folisning nimalari. Именно воздушный kompressor, vintovoy kompressor menga o'xshab hech kim ishlatib olib kelolmaydi vintovoy kompressor. Sababi vintovoy kompressorga men ruskifikatsiya anaqa yozdirib kirgizib yuborganman. Ham programma kirgizib yuborganman. Sababi boshqa joylarda kitayskiy, angliyskiy. O'ruscha yozdirganman-da, u polniy kompyuterda. Ichida voziqni regirovka qiladi, katta baland qiladi, o'zimiz bolalar tushunishi uchun prямо o'ruscha yozdirganman ichiga. Faqat menda folista bor-da, boshqa joyda yo'q unaqa Qozog'iston bo'yicha. Даже O'zbekistonda ham yo'q. Men ko'rib keldim, hammasi angliyskiy ekanda. Sababi u boshliqlar kelib, boshliqlar o'zlari aralashmaganda. Zavod aytadi, "Savar, menga shunaqa kompressor" deydi, bo'ldi. Shunday kelaveradi. Demak, siz izuminkalaringiz ko'p ekan. Men juda ham shu narsalarni yaxshi o'ylayman. Qoyil. Biznes egasi va o'zi fokus qaratgani yaxshi-da. Shu o'qishga ham shuncha o'zini fokus qaratmasa, faqat bizlar mashina ichida yuribmiz-da endi. Buni endi taratish kerak bo'lyapti. Qoyil. Tomonda ham sklad ichida zapchaslar. Yana sklad. O atrof polniy sklad bo'lib tashlaganmiz u. Mana moykalarning mana shlangalar, moyka apparatlarning polniy shlangalar bular. Moyka oladi bizlardan odamlar boshqa joydan izlab o'tirmaydi. 5-6 oydan keladi, 8 oydan keladi, sразу shlanga sotib ketaveradi. Samoslушyaniki ham bor, обычный moykaniki ham bor-da. Hamma zapchasi bor. Polniy bari bor. Hammasi bor. Xullas, alak itoq qiladigan bo'lsak, betga kelgan odam, folisdan tovar olgan odam zapchasidan hech qachon qiynalmaydi. Servisdan qiynalmaydi. Любой moment zapchasi bor, servisi bor. Bu degani biznesmen o'zini klienti uchun shuncha mehnatni qilyapti. İşte bu bir marta sotib olding, bo'ldi, suyoq ekan. Bular kuchli tomoni shunday ekan. Shunaqa. Malades. Bitta qarsanglar addi shug'ullanadi. Qoyil. Всё, magazinni ko'rsating endi. Ketib tushib ketak baxtdan. Qani? Bu tomondan bo'ldi tushishga. O'zi temir. Labay. Tozaligi 5. Tozaligiga 5. Oyoq chekkan. Tozaligi nimasi? Qizil tomon. Adam kuniga yuvirib turadi ko'chani. Moyka o'zimizda-da, adam yomon ko'radi changni. Kuniga yuvirib turadi, qarach. Azan kesh. Qoyil. Ketdik unda magazingamizmi? boramiz. Всё. Assalomu alaykum. Hormaylar. Assalomu alaykum. Oho. Demak, bu bizni magazinimiz. Magazin. Qani, ketdik unda bir chekkadan tanishtiring-chi unda. Nega yoniq? Magazinga shuna kirganimizda bizlarniki protochka diska tozalaydigan apparatlar bular. Mashinaning tormoznoy anaqalar bo'ladi-yu. Tormoznoy diska barabanlar. Mashina tormoz bosgan paytda qaldirab ketadi-yu. Shularni to'g'rilaydigan apparatlar. Protochka diska deb aytiladi. Buning bir nechta turlari bor, 4 ta turlari. Bu tomonimizda magnitli drill. Magnitli drilllarimiz stroykalar, katta anaqa stроительный kompaniyalar, rama ishlaydigan avtomobilni ramlarni ishlaydiganlar oladi. Buni liboy momentga qo'yib, yopishtirib qo'yib teshadigan-da bu. Bitta svirlosni o'zi mingta teshik teshadi bularniki. Bu karanchatilniy svirlo deb aytiladi. Обычный svirlodan farqi shunda-da. Liboy qalin metallni bitta deganda shuna teshib yuboradi bu. Qoyil. Nima degan turlari bor? Qoyil. Oho. Demak, hamma оборудованиялар shu yerda sotamiz, a? Hamma оборудование shu yerda sotamiz. Bu оборудованиямizни mashina ishlaydigan, производство mashina ishlaydigan nimalar oladi buni. Mashina chiqaradigan zavodlar oladi buni. Mashina ishlab chiqaradigan zavod. Mashina ishlab chiqaradigan zavodlar ishlatadi buni. Sababi mashinani обычный uyda odamlar hech qachon mana nimasini bir-biriga yopishtirganda qo'l bilan yopishtiradi, bu zavodskoy. Shunaqa o'zi zavod ishlaydi bu apparat, короче. Shunaqa оборудование bu. Tushunarli. Yopishtirib qo'yadi mashinalarni. Bu balansировка apparatlarimiz. Baya balonlar nima qiladi apparatlar. Bu tomonda shinamontajlarimiz. Baya ko'rgan nimalar. Bo'ldi, ko'rdik. Okey. Hop.
Bu magistralniy filtrlar. Buni meditsinada ham qo'llansa bo'ladi, обычный kompressorlarga ham, pnevmatik nimalarga ishlatiladi bular hammasi. Bu filtrlarimiz. Bu domkrat podkadnoy, bu nakidnoy kulishlarimiz. Balonnik kulish, Montirovkalarga ham foliya surib kelgan, malades. Hammasi emas, bularga foliya urilgan. Hozir mana qilib urdiryapman, hozir уже mana o'rniga prямо press ishlatyapman foliyasi degan shuni urdirib qo'yapman. Unda zo'r. Shuni o'chmaydi-da. Bu tomonda hammasi moykaga. Uyning moykasi, professionalniy moyka, bir 20 ta turli moykalarimiz bor. Moykani o'zi 20 dan ortiq. Moykani o'zi 20 dan ortiq. Malades. Bu tomonda kompressorlar, воздушный boyag'i. Endi hamma narsani ko'rsatmaganmiz, обычный kichkintaylarda bular. Atak bizlarda juda ham katta промышленныйlar ham bor, lekin sig'dirmayapmiz endi. Qaytarishimiz kerak. Bu tomonda mana bu aytganim, shinamontajniki ichida har bitta detal, например, bu расходникka kiradi-da, bir pedal bosib ishlangandan keyin ketadi bu narsa. Uy, сразу keladi, foliyasiga oladi, avishtirib, problem bo'lmaydi-da bu. Bitta har bir detalga ahamiyat berilganda, bitta hamma narsaning shunday ishlangan. Tushunarli. Bu telfillar, bu avtomoykani pistoletlari. Pena sepadigan tal bularimiz. Boya shinamontajlarning pechka, balon yamaydigan nimalari, ro'xli. Bu avtokran, motor nima qiladigan kranlarimiz. Prez apparatlar. Kassapravlar ishlatiladigan shkurishli mashinalar. Changimay turadi. Detailingda основной ishlatiladi. Bu ham professionalnik ishlagan paytda chang chiqmaydi sirtqa. O'ziga tortib olib kirib ketadi. Bu argon apparatlar, kempi apparatlar, bular spotterlar, svarishniy apparatlar, kempilar, pilososlar. Demak, shu оборудованияni har xil turi bor ekanda. Estovga kerakli hamma turi bor оборудованияning bizlarda. Faqat esto emas ekan lekin, ha? Endi joylar ham bor. Ko'p, juda ham ko'p. Bu shu kulishlarimiz, nabor anaqa, головкалар отдельно. Bu ударный kulishda, bu специальный nimaga? Bu boya balon bo'shatganda ili katta zavodlarda qatiradi-yu, stroykalarda. Shuning uchun bu udar bilan qatirganda sinib ketmaslik uchun kalyonniy bo'ladi. Shuning uchun men foliyasiga yozdirganman. Ketmaydi-da, bu bitta ishlatiladi, ko'pga, juda ko'pga yetadi bu. Ha, yillab ishlatilib xizmat qiladi bu narsalar. Ko'rasizlar, brend bu ishonchda, brend bu ishonch. Kim brend qildi, bu tavariga ishongan odam, ya'ni duxi yetgan odam brend qiladi. Haligi duxi yetmagan odam brend qilmaydi-da, deydi, yomon bo'lsa ham men nomim chiqmasin deydi. Shuni Duxi yetgan odam mana brend yozadi, zato garantiya beradi. Brend bu ishonch. O'shanga aytamizda, ras tavaring zo'rmi, garantiya berasanmi, bos brend qil. Brend qil. Muhim bu. Qoyillik emas. Har biriga brend urilgan. Zato javob beradi. Sifat bor. Sinib qolsa siraz avishtirib beraman. Ayni. Sinmaydi-da bu lekin. Ayni. Zato aytamiz, og'ishtirib beramiz deymiz. Sinmaydi. Mana bular ham bozorda, например, bu bыстро syomlar o'zi 500 tangadan sotiladi, ana $1 men 4 dollardan sotaman. Kачествоsi biroq 10 barobar zo'r. Ha, to есть bozorga qaraganda 4 barobar qimmat sotamiz. 4 barobar qimmat sotiladi. Zato sifati shunga yarasha. Polis deb yozilgan, garantiya beraman. Demak, garantiyasi bor. Oddiy kichkinta. $1 ga olib yana qaytib kelgandan ko'ra, mayli olsin $4 ga. Oladi. Foydalik. Bu расходникlar, boya plazma nimalarni hamma nimalar, расходниклар bu tomonda основной. Malades. Bu demak, bu hozir ham showroom, ham sotuvimiz shu yerda. Shu yerda ham showroom, ham sotuv. Naryoq skladimiz. Naryoq sklad. Bu tam arqa tomonda ham sklad bor, kichkina skladlar bor. Endi kichkina narsalarga ular. Ha. Bu zalni o'zi bizlarga bar kichkina yo'qlar ekan. Sababi ko'payib qilib qolibmiz. Ko'p qattada уже потолок bo'lib qoldi-da, уже невозможно katta yechim kerak ekan. Zo'r. Demak, hozir planlarimiz Xudo xohlasa kengayishimiz kerak. Xudo xohlasa kengayamiz. Joniy zamon bo'lsin. Zo'r, realni. Maza qildiga o'rtoqlar? Zo'r. Alloh barakasini bersin. Og'a, ahvolingiz yaxshi-ku? Nima uchun bizga bordingiz? Nimalarni o'rgandingiz? Qani bir ochilingchi. Birinchi borganimda o'qishga birinchi vaqt turib, vaqtli uxlab, vaqtli turish o'rgandim. Endi maqsad undan emas, endi adam o'zini nastroyga qilish kerak birinchi bo'lib. Endi o'qishda nastroygani o'rgandik. Действительно
vaqt uxlab vaqt turish. Keyingi darslarimizda pulni shaxsiy pul bilan brend pulni menga kompaniya pulini ajratishni o'rgandim. Shu narsa har bitta o'qishda har bir biznes narsaga ahamiyat berish kerak ekan. Tojikiston, bitta qo'l ko'taramiz. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston. Bog'laringga shukr, gap yo'q gap. Sherikchilik va investitsiya darsimiz. Bor, любой muammoni aytinglar, ko'rib chiqishimiz kerak. Miyamizda patolog deb yurgan miyamiz kimlar uchun polaka, shunisini bildik. Menejmentni ishlatish kerak, ilmni o'rganish kerak. Biz kechagi o'rgangan ilmimiz bugunga kelib o'zi eskirib qolib, yangisini o'rganishimiz kerak. Kundan kun yangilik texnologiya, IT texnologiya, II texnologiya hammasini o'rganib oldinga ketish maqsad. Miya portladi. Ishoning aka, zo'r bo'ldi, zo'r, mashalloh. Ustozimiz Ilhom Begimga rahmat aytamiz. Biz kutmagan narsalar bo'ldi. Marketing bo'yicha ham yaxshi bilimlar oldik. Miya portlamoq qilib atilib ketdi. Bomba bo'ldi darsimiz. Darsimiz a'lo daraja bo'ldi. Aqdan olgan bilimimiz nima deb oltinga teng. Ustozga ming rahmat aytaman. Miyalar yorilib ketib portladi haqiqatan. Juda ham zo'r bo'ldi. Biz bu uchrashuvni ya'ni anchadan beri kutib yurgan edik, lekin biz kutilgandan ham zo'r bo'ldi. Juda maslahat qildik. Sizga ham mana shunday natijalar kerak bo'lsa, hoziroq pastdagi tugmani bosing, ariza qoldiring. Sizni biznesingizda ham xuddi shunday, bundan ham zo'r natijalarni qilamiz. Tushundim. Qarangda, o'zi shu joyga yetib chiqqaningizcha, shu joyga chiqqaningizcha qanaqa qiyinchiliklardan o'tgansiz? O'zim ishlaganman, juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan endi. Ishchi problem bo'lardi. Hamma narsa o'zimiz kirib ketardik. O'qishga bordik, endi mazza qilib yuribmiz, ishga kelmaymiz, ishga shu mana 11-coachingda o'qidim, srazu уже zo'r yordam berdi ustoz. Sizni eshitamiz, mazza qilamiz. Nimalar amalda qo'lladingiz? Nima zo'r yordam berdi? Siz tushuntiring-da, chunki bizni eshitayotgan odamlar sizdan battar yugurib yurganlar bo'lishi mumkin problema bilan. Targetni qo'lladim. Targetni ham tovarga ishlatdim, ishchilarga ham ishlatdim. To есть marketingni qo'lladingiz? Marketingni qo'lladim. Tovar marketing bilan sotyapmiz. Ishchilarni ham shu bilan chaqiryapmiz. To есть yangi xodim kerak bo'lsa marketing orqali chaqira olishni tushundik, o'rgandik, qo'lladik. Klientni ko'paytirish bo'yicha ham marketing qilyapmiz. Undan keyin o'zi bizlarning ishda 1S ishlatardik. 50% avtomatlashgan, endi hozir xudo xolasa sizning orqangizda почти 80% ga yetib qoldik. Oppa. Demak, to'liq avtomatlashtirish uchun qadam bosdik. Hozir уже 80% ga yetdik. Ishlayapti, Bitrix'im ishlayapti. Bitrix'ga уже bitta srazu nima oldim, targetga qo'ydim, ishchi oldim. Spesial Bitrix ishlaydigan bola oldim. Ishlayapti, xudo xolasa, yomon emas. Уже ishonch bor. U bolaga men tushuntirmayman, bir tushuntirib berdim. Уже Bitrix ishlagan. Klient bilan gaplashishni professional odam olib ishlatish kerak ekan u. Tayyorlagandan ko'ra o'zi tushunadigan odam bo'lsa, bo'ldi, o'zi tartib ketar ekan. Tushundim. Boshida esingizda bo'lsa aytganingiz, men o'zim bo'lsam ko'proq ish bo'ladi yoki o'zim bo'lmasam juda ham bir haligi seziladi derdingiz. Keyinchalik bir aytdingizki, bu ancha yaxshi bo'lib qoldi. Nisbatan yaxshi bo'ldi. Nisbatan yaxshi bo'lib qoldi. Nimalar qildingiz? Shu haqda ayting, что bizni ko'rgan odamlar ham qo'llasin buni, manfaatli bo'lsin ularga. Endi birinchi bo'lib o'qishga qadam bosdik. Birinchi kun borganimizda endi o'qishga действительно hech narsa kirmadi endi. Odam o'ylab nima qilamiz o'sha. To есть kallaga kirmadi. Birinchi kunda chin kallaga kirmas ekan u narsa-chi. Shu bilan mayli dedik endi. Siz kim bilan borgansiz? Birinchi borganimda o'zim bordim men. O'ziz bordingiz. Birinchi safar o'zim bordim. Kallamga hech narsa kirmadi. Keyin aytdim, pul to'ladim. Endi dokoncha bor ekan, nima bo'lishi bo'lsin dedi. Pul to'lab qo'ydi o'sha. Sabab o'sha kuyganmiz undan oldin. Endi dedim, "Hadi ham o'zbekcha tushunyapmiz." Hop. Shu bilan ikkinchi borganda boya yozgan narsalarimni uyga kelib o'qiyman. Ham bir yozgan narsamni qo'llayman. Qo'llab ko'ryapman-da, marketingda nima ish qilish kerak, endi xato bo'lsa ham amallab qo'llayapman. O'zim targetga qo'ydim, ikkinchi darsga borganimda targetga qo'yib, mana bu instrumentlarni yashishni qo'ydim. Как попал qo'ydim. Klient lead kelyapti. Tarazdan mana, faktiski tarazdan bitta klient chiqdi. Srazu $2000 savdo qildim. Keyingi darsda aytib berdim sizga. Targetning foydasida. Ko'rasizlarmi? O'zi shundoq, hech qanaqa spetsialistsiz. Yo'q, shundoq qo'ydim. Просто tupa qildi. $2000 ga sotuv qildi, qaranglar. Как раз yangi yilda o'zim olib berdim.
Videoga tushirdim-da, 30 olib qo'ydim qaytadan. 30 deganni o'rgandim rostdan usta. 30 degan bor ekan. Klient olmayaptimi? Mana ularga tiqib yuborsam bo'ldi. Bittasini eshitgan, menga ishonmaydi ekan klient. Ana sotib olgan odam o'shan ekan. Biz uni o'qishda o'rgandik endi. Hamma narsa o'qishda ketyapti hozir. Shuni o'rganib ketyapmiz. Ko'p narsalar o'rganyapmiz. Endi amalda qo'llasak bo'ladi, amalda qo'llamasak bo'lmaydi-da ular. Endi maqsadimiz xudo xolasa ishni kengaytirib, endi kelajakda siz mana shu ustoz Ilhom Begampulovni mana shu o'quvchisi degan katta nom olish, egalikka yetish shu. Biz xursandmiz. Sizlar o'zi maladessizlar. Bizga hamma ham kelmaydi. Bizga oqibatli, qadriyatli, halol, qiyinchilikdan o'tganlar keladi. Daddasini bolasi kelmaydi bizga, onnasini bolasi kelmaydi. Qiyinchilik ko'rgan, haqiqiy yiqilib turganlar keladi. Mana siz ham qarang, shuncha yiqilib turgan ekansiz. Joningiz omon bo'lsin. O'zingizni topdingizmi? Mana shu o'qishda, shu kurugda o'zingizni topdingizmi? Topdim. Hayotingizni nimasi o'zgardi? O'zi haligi ko'chada yurishlar yoki oldin ham yaxshi odam bo'lgandirsiz. Oldindan yaxshi odam bo'lganman, lekin zarar narsalarni endi yo'qotdik-da. O'zimga buna o'ylab qarasam, действительно zarar ekan. Men nima qilaman? Biznesmen bo'lsam, ko'chada menga qarab odamlar deb nima qilsin dedim-da, o'rnak olsin dedim-da. Siz aytgan narsalar 100% birinchi kundan, birinchi seminardan men to'xtatdim-da. Sababi nima u siz aytgan narsalar odamlar ham azish. Zarar narsalar. Zarar odatlarni aytingda ozgina qarangda, bu videoni o'nlab, yuzlab, balki 100 minglab odamlar ko'radi-da, ular ham foyda olsin. Ketdik, eshitamiz. Eshitinglar. Ishchilarga chekishni tashlatdim. 2-3talarga xudo xolos endi boshlab tashladim. Demak, xodimlarga chekishni tashlattirdilar birinchisi. Bu juda ham foyda beradi. Ham cho'ntagiga foyda, ham sog'lig'iga foyda. Lishni yurishlar kerak emas, vaqt sarflashni kerak, shularni tashladik. Lishni yurishlar deganda, ya'ni foydali bo'lmagan, har xil ham ortiqcha u yoq bu yoqqa borishlar yoki ortiqcha restoran, kafe yoki boshqa manfaat keltirmaydigan joylar. Shunaqa, to'g'ri, shunaqa narsalar. Lekin mazza bo'lib qoldi, to'xtadi, hammasi to'xtadi. Faqat hozir fokusimizni ishga qaratyapmiz. Qancha ishga qaratyapmiz, ish zo'r bo'lyapti. Ishga, oilaga ham qaratyapsiz. Ishga ham, oilaga ham qara. Oila endi ko'chaga chiqman, oila bilan kuniga oila avtomat uydagilar hayron, nima qilib o'tiradi-ki bu deyapti. Ayim aytdi-da, bu agar shu insonni dedi, ustozni agar aytganini qilsang dedi, sen bilasan qanaqa odam bo'lib ketasan dedi. Shu men o'zi sizni ko'rar ekanda uydagilar ham. Bu odamni eshitsang dedi, sen o'zgarasan juda ham dedi-da. Agar shuni aytganini qilsang bo'ldi dedi. Shu men kuniga kelsa shular bilan o'jin qilaman, azonni zavtr qilaman. Hayron uydagilar, kechga ketmaysiz endi. Boradigan joy yo'q. O'rtoqlar ham shunaqa bo'lib ketdi dedi. O'rtoqlar shunaqa bo'lib qoldi. Hammasini kesdik. Og'aynilarim bir ikki chaqirdi. Bayaz zarar narsa tashlaganini chaqirmay qo'yar ekan o'z. Kurugimiz o'zgarib endi xudo xolasa yaxshi tomon harakat qilamiz. Allohga shukr. Malades. O'zingizda nimalar o'zgardi o'zi? O'sha vaqtingiz ko'paydimi yoki energiyangiz ko'paydimi yoki ko'p uxlayapsizmi? Nima bo'ldi o'zi? Vaqtim ko'paydi, ko'p uxlayapman. Azonda turishlar o'zgardi. Adam energichniy bo'lar ekan. Действительно, non yemayapman. Pitaniyan tug'iladim men. Xo'sh, nimalar yemayapsiz? Men non vashi yemayapman. Non yemayapsiz? Shirinlik yemayapman. Gazirovni ichmayapman. Qo'g'irgan narsani ham yaxshi ko'rardim. Qo'g'irgan narsa menga ziyon edi. Doktorlar aytib, senga ziyon. Senga bo'lmay jigaringga deb to'xtatolmagan. Lekin doktorlar to'xtatolmagan. Ha, doktorlar to'xtatolmagan. Imенно qo'g'irgan narsa odamga ziyon ekanda. Kitayga borsam yemay qo'yardim, endi bekka kelsam, yerdim. Qo'g'irganni yaxshi ko'ramiz-da bizlar. O'qishga borib qo'g'irgan boyagi non, nimalar, shirinlik, qo'g'irgan narsalar. Ko'lab tashladi. Tashlandi, hamma narsa tashlandi. Mazza bo'lib qoldi. Nima bo'ldi organizmda? Nima o'zgarish sezyapsiz? Organizmda yaxshi uxlab, boyagi uyqu qaniyapti. Keyin azizda basharliqlar bo'ladi, basharliq avtomatik yo'q hozir. Keyin ana Bu tomon ham zo'r. Organizm ham zo'r, bu tomon ham zo'r. Odam qancha uxlasa, boya rejimga tushsa zo'r bo'lib ketar ekan. Действительно shunaqa bo'ldi. Shunga endi O'sha targetga deyman. Ikki shunda qiynalayotganlar kelib qolsa, baqamiz. Alloh barakasini bersin. Zo'r. Главный rahmat ustoz. O'zingizga shukr. Men xursandman. O'zgarish zo'r.
Hammaga tavsiya qilamiz o'qishni. O'qishni hammaga tavsiya qilamiz ustoz. Endi sizni o'zingiz ko'pchilikka tavsiya qilib, ko'pchilikka sababchi bo'libsiz eshitishimiz bo'yicha. ha, men ko'p odam tartishga harakat qilyapman, aytyapmiz ham. Xudo xolasa. Endi hammani ham o'zim bilan birga o'z yoshligimda men yanımda tartishni yaxshi ko'raman-da, yanımdagilar. Men bilan birga men bilan birga u nima uchun? Agar men yanımda adam pul ko'p bo'lsa, mendan pul so'ramaydi, ustoz. Pul yo'q bo'lsa so'rayveradi, aytmayman. Lutchi o'zing boy bo'lganda-ba. Shuncha yanımda. Yaxshi-da. Yaningizda pul ko'p bo'lsa so'ramaydi-da. To'g'ri. Hech bo'lmasa zarar tegmaydi. Zarar tegmaydi-da. Zo'r. Tortayotganlaringiz xo'p deyaptimi ya? Endi xo'p deyapti, jaja. Joy bu sekin-sekin ekan-a demak. Ha, sekin-sekin ekan. Endi hammaniki har xil ekanda mana nimasicha. Qabul qilish. Bizlarniki endi bilmayman, sraz qabul qiladi, sraz решение. Endi bizlar oldindan shunaqa qilmanda, men nimani o'ylagan bo'lsam, sraz qilishim kerak, bo'lmasa qilishim kerak. Endi hammani shunaqa o'ylasam, hamma unaqa emas ekanda. Endi ular joy ochilish kerak ekanda, bakalashkalar. Qiyin bo'ladi, lekin hamma har xil qabul qiladi-da. Har xil qabul qiladi. Boringizga shukr. Zo'r. O'qishdan eng yoqqan bitta narsani ayting. Mana o'qishdan eng yoqqan, sizga eng yoqqani nima bo'ldi? Eng foydaligi bitta narsa. Eng yoqqani o'zingizni kontrol qilish, o'zingizni o'zgartirish. Birinchi bo'lib. O'zini nazorat qilish. O'zing o'zgarmasang, olam o'zgarmas. O'zgarishni o'zingdan boshla. Qaranglar, realni zo'r narsa-da bu. Siz demak buni tushundingiz. Demak, biznesingizni o'zgartirishdan oldin o'zingizni o'zgartirishdan boshladingiz. O'zimni o'zgartirib boshladim. Va bu sizga manfaatli bo'ldi. Menga to'g'ri. Shunga yarasha biznes ham ko'tarilyaptimi? Ha, xudo xolasa ko'tarilyapti shunga yarasha. Allohga shukr. Malades. Men xursandman. Zo'r a? Yaxshi. Hammamizga manfaatli bo'lsin-da, mana kelib ko'rdik, realni zo'r, ko'z tegmasin. Lekin bu A nuqta deb olamiz buni. A nuqta bu. A nuqta deb olamiz. B nuqtada 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik B nuqtalari bundan x'larni oshiramiz. Xudo xolasa. Yil oxirigacha planlar qanaqa? Yilning oxirigacha plan ikkalamiz 1 yillik strategiya qildik. Xudo xolasa bitta magazin, katta kvadrant Chimkentdan ochamiz. Ikkinchi filialni Olmaotadan ochamiz. Xudo xolasa mana 26-yilning oxirigacha uspet qilayotgan bo'lsak, Toshkentdan ham bitta tochka ochish plan bor. Ana xudo xolasa yil oxirigacha tochkamiz sonini 3 ta qilishimiz kerak. Xudo xolasa. Xudo xolasa qilamiz. Xudo xolasa qilamiz. Bu muhim narsa o'rtoqlarda. Qiylik, Allohim barakasini bersin, qiylik. Birgalashib qilamiz. Bu yaxshi bo'ladi, normalniy bo'ladi. Voy yaxshi gaplasha olmadik. Sizda bu yillik planlar qanaqa? Qani aytingchi. Nimalar qilamiz siz bilan Xudo xolasa? Yo'q, boya aytdim-ku sizga ustoz. Bu yoq tomoniga 5 ta stanoq qo'yib Xudo xolasa. Shuni aytingda kameraga. Aytingizda siz yo'q-da bular. Yo'q edimi? 26 ga bizlar qo'ygan maqsadimiz oldimizga. Bu yoq tomonda hozir bir tomoni bo'sh turibdi, shu yoq tomonni polni u yog'ini ishga tushirish, yana 5 ta stanoq qo'shib, оборотный sonini 3 barobarga ko'paytirishimiz kerak bo'lyapti bizlar. Даже skladda остаток va zapas tovar turish kerak bo'lyapti bizlarda. Zapas ushlashimiz kerak bo'lyapti. Keyin yoniga yana bitta katta sex qo'shilishi kerak. Endi uni bilga qo'ydik selni, bu yog'ini положение qarab turib qo'yamiz. Demak, Xudo xolasa yil oxirigacha o'sha borgan zavodimizni bir tomonini polni оборудование qo'yib, zapas seriallar olib kelib qo'yiladi va ikkinchisi tashqari tomonga mashinalarimiz qo'ygan joyga bu yoqqa yana yangi bino ko'tariladi. Xudo xolasa. Avvalambor Xudo xolasa nima bo'lsa shu bo'ladi. Lekin biz amalini qilamiz, Xudo xolasa. Sababini qilamiz, harakat qilamiz. Inshaalloh. Borlaringga shukr. Sizlar o'zi yoshlikdan bir-birlaringni taniysizlarmi? Ha, yoshlikdan o'rtog'imiz bir-birimizni tortamiz. Bir-birimizni tortamiz. Bir-birimizni tortamiz. Yaxshi narsalarga. Zo'r narsalarga. Zo'r narsa tortamiz, faqat. Men o'qishga tortdim buni. Yaqin uchun yozdim. Hali? Birinchi bo'lib buni yozdim. Bizatni kelishimda, keyin yana bitta og'aynim borda, uni tortadigan bo'lsam, sizga o'rganib ketishdan qo'rqdim-da. Yozdim. Yo'q, konkurent emas. Og'aynimizda yana bir anaqa so'ragan odam, например, so'rasam, "Yur, bizlar bilan birga o'qib birga ishla" desak, men senga o'rgataman deyveradi. Menga kelsa edi, u yoqqa bormasa. Menga kelsa edi, nima qilasan dedi. Unaqa odam men qo'shilgim kelmaydi. Muzaffar akam aytganini eshitdingizmi? Muzaffar akam borib bizlarda o'qiydigan. Multimizga yetib beryapti-da. Toshkentga shunday borib taksiga o'tirib ketyapman dedi. Chimkentga kelganim shevamdan payqab qo'ydi-da, dedi. Nimaga keldingiz? Nima maqsadda keldingiz? Toshkentga deb aytdi dedi. Shunday desam, u taksist yetyapti menga. Nimaga keldi? Shunda o'qishga keldim. Kim? Ilhom Begimqulov o'qiyapman. Shunday qaradi. Qancha pul to'layapsiz deb aytdi. Mancha pul to'layapman. Menga bering mana. Yarmini bering, men o'rgataman shu narsani deb aytdi. Sen de yursam taksist bo'laman-da deb aytdi. Sen de yursam taksist bo'laman-da deb aytdi dedi. Qaranglar.
foydan. Shunga o'xshab bizlarda ham aqllar borda, bu yoqqa ketyapmiz. Voy, pul top, aql taqma, ahmoqlar deydi-da bizlarga ularda. Tu Toshkentga borib vaqtingni ketkizib o'qiysanlar deb bizlarga kuladi-da. Ularda birga o'tirib yeb ichish kerak-da bo'ldi. Ular tushunchasi shu-da. Endi o'sadi ular ham inshaalloh, ularni ham tarqamiz. Biz ham rezultatni ko'rgandan keyin avtomatik odam o'zi ergashar ekan. Ko'rdingiz hozir aytdi-yu, akam nima dedi? Akangiz, mana bular akasini ko'rdilaringmi? Realni. Hozir o'tirgan akalarning gapini eshitdim. Men mana maza qildim-da. Ukam deydi, o'qishga borib deydi, tamomila o'zgarib ketdi. Undan keyin deydi, men havas qildim deydi. Men o'zim ham bordim deydi. Men mendan ming roziman deydi. Ukam o'zgarganiga men ham o'zgaryapman deydi. Qaranglar. Молодец-da, ey. To'g'ri, sizning so'zingiz juda ham har bitta so'zga ahamiyat beraman-da. Yoningda sen qanaqa boshliq qanaqa bo'lsa, boya xo'r-xo'rcha, biz endi shuni yanında shunaqa odam. Kim anaqa yo'lda yursa, shu odam yanında shunaqa, действительно shunaqa bo'lar ekanda. Shuning uchun odam birinchi bo'lib hamma o'zini o'zgartirish kerak ekanda. Ustoz, siz birinchi bo'lib o'zingizni o'zgartdingiz. Yanında odamlar o'sha uyalgandan o'zgarar ekan. Avtomatik u. Shunday. Boshliqqa qaraydi, boshliq qanaqa bo'ldi? Shu bilan ja o'zgarib ketadi. Agar o'zingiz ham boshliq deb yuraversangiz, bu siz bilan yuraveradi ishlaringiz. Shu narsaga ahamiyat bermaymiz-da biz, bilmaysiz endi. Bizlarga bittasi dabit qilib tursa, bizlar shu narsani amalda qo'llaymiz, zaten zo'r bo'lar ekanda. Uning uchun yaxshi ustoz kerak ekan, yetakchi kerak ekan. Shuning uchun men endi o'yladim, xudo xolasa dedim, ustozni umrim oxirigacha shuni ushlayman dedim. Qancha qo'yg'imiz kelmaydi. 7 yil bo'pti mana Said ikkimiz. 7 yildan bu yoqqa master klasslarga qatnashib yurganmiz hamma joyda. Katta pullar to'lab o'qigan joylarimiz bor. Boramiz, bizlarga zadaniya beradi, kelamiz, bir hafta qo'llaymiz unasan, bizlarni hech kim kontrol qilmayapti. Bo'ldi, qoladi u narsa. Yozgan daftarlarimiz hammasi yotadi uyda bo'ldi. 1 yil, 2 yildan ko'rib qolamiz, shu bor ekan o'raysin deydi. Bu yerda o'zgachalik ustozniki даже kuniga tekshiradi. Qanaqa aqlim yetmadi meniki. Shuncha odamni birga kontrol qilsa bor. Men boshida Telegramda avtomatda o'yladim. Bir kuni qarasam, ustoz, Aziz og'a qayerdasiz? Chiqmay qo'ydingiz deb qol. Yo'q, men boshida avtomatda o'ylaverdim. Elektron. Qarasam, har bitta odamga qarasa ekan. Qarasam o'zi, yo'q, bu yerdan qochishga bo'lmas ekan. Orqaga chiqmasan, sirasi ustoz paydo bo'ladi. O'zi paydo bo'ldi. Bu zo'r ekan. Yetakchilik qilib yursa zo'r ekan juda. Birga bir qilar ekanmiz hamma narsa. Shu zo'r ekan ha. Unda liboy odam nazorat yaxshi ishlaganda, unda liboy odam o'sadi, o'smaydigan odam o'sadi. Unda sabab bu bitta odam trener kuniga mana qil deb tursa qilasan-da, qilmasan boya ahvol bo'lsa o'zing uchun qilasan. Shunday deyapman. Ishlar bo'lsa, O'yiga 1% degan gap bo'lib qoldi-da. Qayerdan chiqqanini aytmaymiz, lekin 1% degan gap bo'lib qoldi-da. Qaranglar, boya menga aytib beryapti Aziz aka. 1% odamlar rezultatga erishadi, 1% odamlar harakatni ozib ketadi, 1% odamlar zo'r bo'lib ketadi degan gap bo'ldi-da. Lekin bizning ichimizda u foiz buzilib ketganda, bizda 1% emas, 100% bo'lyapti, bilyapsizlarmi? Ha. 100% bo'lyapti. Hali 100 ta odamdan bittasi oz edi. 100 ta odamdan bittasi kuchayib ketdi. Kim kuchayib ketdi? Medet kuchayib ketdi. Medet masalan millioner bo'ldi degan gap bo'lmayapti bu yerda. Hamma kuchayyapti, qarang. Mana boshqa deganda Medet akani o'zi edi. Medet og'a. Oyiga million qildi, soqqani qildi, kuchayib ketdi. Lekin bitta Medet aka emas, qaranglar, har birlaringda natija bor. Shunday. Qaranglar, u foiz buzilib ketdi. Statistika bo'yicha 1-2% odam qat'iyat bilan yetishlik yetadi dedi-da. Kimdir? Shu ras bizlarni klubni, ustozni, shogirdlarni analiz qilsak 100%. 100% da. Bu qanday bo'lishi mumkin? Hayron qolsak, akasi buzib yuborgan ekanda statistikani ustoz. Shuni hisoblab o'tirdik 5 kishi. Sanda qancha? San qancha kirita olasan? 600 ming dollar chiqdi-da, oshiq chiqmadi-da. Shunaqalari o'sha kelishuvni to'g'ri qilib turib, konkretni savol-javob qilsa, vazifalar to'g'ri bo'lsa chiqib keladi-da baribir. Shuni tushundimki, birinchi ochratda komanda turar ekan. Biz komandani baquvvat qilishimiz kerak ekan. Ikkinchi ochratda biz o'sha komandani boshqarishni o'rganishimiz kerak ekan. Uchinchi ochratda keyin bir sohani, bir направленияni ushlaganimizdan keyin ana olmaxonga o'xshab bunga sakraverish kerak yo'g'i, o'sha daraxtni katta qilishga harakat qilish kerak ekan. Shunda siz успешный bo'lib, birinchi millioningizni osonroq topasiz. Kutganimizdan ham a'lo bo'ldi. Bundan tashqari menejment bo'yicha dars oldik, yangi kursdoshlar qo'shildi. Juda xursand bo'ldik. Dars juda a'lo darajada o'tdi. Bundan katta taassurotdamiz, hayajonda o'zi. Men odamni uchrashda hali o'ylaganimiz yo'qdik. Aqdan olgan bilimimiz nimasi oltinga teng. Ustozga ming rahmat aytaman. Miyalar yorilib ketib potladi haqiqatan. Agarda sizga ham mana shunday natijalar
qiziq bo'lsa, natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi tugmani bosing, ro'yxatdan o'ting va o'z joyingizni band qiling. Eng birinchi aytishma aytdim, birinchi kun borgan paytda o'tirasan, arkada o'tirgan paytda odam o'ziga mana chuvsto bo'lar ekanda, oldida o'tirgan hamma sana ustoz aytyapti-ku, 100 ming dollarmi? Odam, "Hemmetda eng kambag'al o'zim ekan. Yerda qanday qo'shilaman bularga" desan, "Qanday gaplashaman? Neudobnoda gaplashish va ya. Ustoz bir birini tanish desa, aytsa uyalasan ekan. Aytib, bir-birimizga qarab qo'yamiz aytdik-ku. 100 ta to'shkasi bor deb qo'yasiz. Men nima qilaman erta deyman-da, nima deb aytaman men deyapman-da. Aytdi, ustoz endi. Keyin networking qil deb o'ynaganiga o'sha odam tanish bir-bilan, o'zimizdek odamlar ekan, o'zimlar. Boya aytdim-ku, men obed ichib o'tirganda shu narsani aytdim-ku. Etap-etapga odam bo'linadi ekanda, etap-etapdan. Низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. Hamma negativ, kibrlanish mana pastki уровеньda bo'lar ekanda. Men bu klubda unday narsa ko'rmadim. Unday narsa yo'q. Hammasini ishi bor, biznesi bor, lekin hammasi общительный, kibrlanish yo'q. Kimdan оборот katta. Bunday narsa hech kim ko'rsatmayapti. Yo'q. O'sha filtrlarni kirib qo'yganda odamlar, o'zimizga o'xshagan odamlar xuddi filtrlarni kirgandek-da, ko'pcha shu nima o'qishga hammasi обычный odamlar. Aytyapman, birinchi borganda odam o'ylanadi. Sabab boshqa bizlar nimalarga borganmiz u? Seminarlarga borgan paytda o'sha odam orqada o'tiradimisan, neudobnoda odamlar. Unaqa networkinglar bo'lmasdi-da, unaqalar. Hozir misol Toshkentda ham boshqa nelar bor. Ularda ham shu narsa bor-da. Networking nacharmi? Ha, ya. Boylarda Ha. bir-birini mensimaydi, bir-birini общение gaplashuv. Unda o'smaydi odam. Ha, bu ustoz hammamizni qo'shib aralashtirib, "Davay, hammanglar bir-biringlar bilan zo'r-da bu odam bilan." Bari hamma anglamalarga ketaveradi. Liderimiz. Shunaqa liderda gap yaxshi bo'lgan, biz ham yaxshi Shunaqa bo'lyapti. Liderimiz ichadigan chakadigan bo'lib, biz ham shu narsa qilardik. Shunday. Lider kibrlanib hech kimga gaplashmasa, bizlarda ham shu narsa bo'lardi-da. Mera ustozlar qo'pollam gap tushuntirib beradi-da bizga. Tushunish oson bo'lish uchun. To'g'ri. Har xil variant bilan tushuntirib beradi. Shuning uchun ham tushunuv hammada yengil bo'ladi, o'ng'ay bo'ladi. Tez qabul qiladi. Shunaqa. Ustozning nazari o'zi birinchi o'qishga borganimda xuddi men akamda qaradi-da. Qarashingiz bormi? Odamga qaragan paytda o'zi odam xuddi yaqin odamga qarar ekanda. U ham bir texnika-da. Действительно, odamni o'ziga tartib turib, biz boshqa joylarda o'qidik-ku. Qarasa odam boshqacha, nedomni qaraydi odamga-chi. Ustoz qaragan paytda xuddi oldin tanish odam xuddi ana qaradi. O'zimiz odam ekanda shunday aytdim-da. Ko'proq rahmat eshitishni barakali odam bo'lsa, so'zga o'xshaydi. Bu ham bir Allohga bergan barakasida. Biz Allohdan so'raymiz, ey Alloh, vaqtimizni, umrimizni bekor sarflamaylik. Shu bizga kelgan insonlarga manfaatli bo'laylik. Qaysidir yomon ishlarga qo'shilib qolmaylik. Bizga biz yordam bera oladigan odamlar kelsin. Shunaqa odamlar kelsinki, bizni manfaatimiz tegsin deymizda. Chunki vaqtimiz, umrimiz ketyapti-ku, manfaatli bo'lsin deymiz. Qaraylar, sizlarga o'xshagan halol oqibatli odamlar keladi-da. Mana bu Allohdan-da. Mana sizlar kelishlaring Allohdan-da. Bo'lmasa ko'rishmaymiz deb bilasizlarmi? Odam mahallasidagi odamni ko'rmaydi. Ha, ko'rmaydi. Qaraylar, shuncha joylardan yig'ilasizlar. Shuncha joylardan tem bo'lib oddiy odam emassizlar-da. Million оборот qilayotgan odamlar yig'ilyapti-da. Boya men hamma gapirib bo'lgandan keyin akam aytayapti, "Men boshqadan gapiraman" deydi, qaranglar. Mikrofon deydi-da. Mikrofonni bersak aytadiki, "Men" deydi, 200 edi deydi. Menga ustoz deydi, "Ko'p bilan berdi" deydi. Ishonmagandim ustozga deydi, qaranglar. Men bunga 1 soat gapirib, yozib, chizib beribman. Ishonmagan ekan ish payti. Ishonmagandim. Apardik, сразу qo'lladik ishda. Rezultat bo'ldi. Hozirda bugun bo'ldi. Yo'q, hozir o'zi 3x bo'ldi. 3x bo'ldi. Ko'rsatib beryapti. Strategiya qo'ygan 20x ga. Fikrlar ishlar ekan. Fikrlardan shunday fikrni fokusni qaratish kerak. Fokusni qaratish degan 20x bo'ladi. 20x azo x emasda. Yo, 20x haqiqatda kimdir uchun nereal-da. Ha, nereal kimdir. 3x bo'ldi. Biz 26 oxirigacha shu strategiya qilib qo'ygan. 20x. Kimdir uchun aytadi-da, "Nito" deydi. Bular 20x oldi, yozib, chizib tushuntirib berganmiz uni. Bir 5 ta varaq to'ldirdik o'zi ham. Analiz, strategiya qilib. O'sha 3x bo'libsiz. O'sha hech qancha qolmadi u yo'lga. 2 oyda 3x bo'ldingmi? Bu o'ylagan 20x ni mana yozida berdi deb o'yladim. 20x degan nima bu? Hozir bilibdi 3x ni. Yo'q. Fikrlash strategiyasi kitobini berdingiz, shunda bor ekan shu narsa. Bor. Borganda, dars olishga borganda
$2000 topishga oyga haqlayman desa, $2000 bor ketaver deb 25000 ga chiqardi. Shu vaqtda Tojikistonda bitta uy $800 turar ekan. Qarang, $25000 bir oyda topasan deb zadana berilgan. Nima degan Urvin? Biroq hozir qilyapti-da, saytmaro borganda shu narsa bo'lgan edi. Fikrlashda katta gap bor ekanda. Magnit qadimida tortar ekan. $50 bilan 50 million dollarni bir xil tasavvur qilishimiz kerak ekanda. $50 topsam ham, $50 million topsam ham bir xil qabul qilsak kelar ekanda bu narsa. Buda kitob o'qib aqlim. Yo, sabab kelyapti-da işte. Qala deysizmi? Qala deysiz. Fikrlasangiz bu уже bo'lar ekanda. Ishga kelmasa ham shu fikrlarning orqasida kelib qolyapti, meni o'qishning orqasida meni bo'yapti-da, shu narsalarchi. Borlaringga shukr. Maza qildik-a? Qani endi ketdik. Og'a, bugungi biznes analizda nima oldik? Sizlik Muhammad Nazar, Turkiston shahrida turamiz. Bugungi analizni olgan tajribamiz Ayzakanning zavodiga borib, shunchalik har bir metallarida ko'p fokus qaratganiga juda o'zim mamnun bo'ldim. Lekin ko'p yerda qaraymiz, yani ko'tarib qoladi cheti. Men she'rlarda hayron qoldim-da uni misol. Agar shu narsa bizga aytmasa, biz bilmas ekanmiz-da she'rda. Ondan keyin yani bu yerda ko'p narsa aka-ukasining orasidagi shundan chiqqan fikrlarga juda men havas qilib maqtatdim. Bu zo'r narsa. Aka-ukalar inoq. Aql inoqlik. Endi uning sababi ota-onasi bu yerda, ota-onasining orqasida. Endi ikkinchi bu yoqdan olgan neyim? Men hozir bu yerga kitayskiamiz, bosh viskiga kirgan yerda turibman haqiqatan. Yo'q, haqiqatan bunday tovarlarda bir bosh viski tovarlarda bo'lib turibdi. Kachествоsi. Men endi o'zim yaxshi taniyman bunday kachестволарni o'tganni. Bir haqiqatan shunday bo'lib turibdi. Hozir kirib analiz qilib chiqyapman tovarlarni. Bu kishi durust aytdimi, o'ziga maqtadimi dedimda. Yo'q, haqiqatanda yani joy olam qarayapman-da, joyimda qarasam, bosh viskidek bo'lib turibdi-da bu yerda. Har bir detalning nelari bari rovnada va narsasi. Ne deymiz, bu kishilar yana o'ssin, o'nsin, Xudo xolasa. Hammamiz birga boyik. Rahmat, rahmat. Bitta qarsanglar, rahmat. Bugungi analizda nima oldik? Tez bitta fikr beramiz. Nima oldik? Bugungi analizdan mana bugungi ko'rgan narsalarimizni kачествоsi va har bir narsaga e'tibor berganligi shuni ya Xitoy tilida, ingliz tilida bo'ladi. Shuni rus tiliga perevod qildirib, shularni hammasini to'g'rilatib kelganiga. Qulaylik yaratgan. Shuncha o'zimizda stanoklar bo'lib turib, rus tilida emasda, Xitoy tilida buzilib qolsa, Xitoyga zvonna, anon gaplashib berib, perevod qilib bersin. U boshqa nida problemada bir yanday zavodga problema bo'ladi. Rus tilisi yo'q, Xitoy tilida yoki anglizskiy. Uni zavodga zvonnab, shundoq tushunmasa tushunmaymiz. Zo'r kuchli tomon. Shu nisi yoqdi. Ayzakanlarda ana zavod kengayishi va zavodning tozaligi, bolalarni yo'lga qo'yib olganligi, shular sistemasi ma'qul. Zo'r. Real sistemasi yaxshi ekan-a? Zo'r sistema. Qarsanglar, malades. Zo'r. Ana akam, sizga nima ma'qul keldi? Nima yoqdi? Ikki og'iz fikr bildiring. Har bir insonning fikri muhim. Men o'zim tanishtirib, men atim Baxtiyor. Turkiston shahrida shapka sotaman. 30 yildan beri. Men endi bu yaxshi, bir natija yaxshi bo'lyapti. O'zim endi unaqa narsalarni endi o'rganyapman. Joniy zamon bo'lsin. Bugungi analizda nima yoqdi sizga? Nima manfaatli bo'ldi? Yaxshi, o'rgansa ko'p narsa qilsa bo'lar ekan. Ko'p narsa qilsa bo'ladi ekan. Qarang. Yoshlar malades-a? Yaxshi, malades. Ishlarga baraka bo'lsin. O'rganishga keldik, to'g'rimi? O'rganishga keldik. Xudo xolasa sizni ham natijaga chiqarib video qilamiz-a? Xudo xolasiga. Va'dami? Va'da. So, bitta qarsanglar, rahmat. Qani Medit og'a, nima oldik bugungi analizdan? Bor. Assalomu alaykum. Bugungi analizdan nima oldik? Men ismim Medit Sharipov, Qazoqpas brendining основательiman. Bugungi analizdan tushunganim, agarda ishlab chiqarish boshlaydigan bo'lsak, обязательно atrofimizdagi resursga qarashimiz kerak ekanda. Komanda. Biz aburdonni olib beramiz, lekin uni o'zimiz ishlata olmaymiz. Hozir o'zimdan xulosa qiladigan bo'lsam, Azzakanni xulosa qildim. Yonida aka-ukalar borda.
shu ishlab chiqarishni boshlash uchun uvern yonida поддержка bor и ishlab chiqarishni qo'rqmay boshlab ketaverasanda. Ikkinchidan qimmat joyda olishing keragi yo'q ekan, shaharning tashqarisi bo'lsa ham, zato joy qimmatga tushmaydi, lekin shuni puliga zdaniya solishga imkoniyat bor. Biz hozir shahardan 200 ming dollarga joyda olasan, yana zdaniya solish, yana pul ketadi. Undan ko'ra ishlab chiqarishga tashqaridan bo'lsa ham joyda olish kerak ekan, lekin magazinda shaharning ichidan qilishimiz kerak ekanda. Aziz aka nimasidan porядок bor. Ishlab chiqarish hammasi o'zi liniya, kayden nimasi bir o'qiganda, ko'rganda qo'yilganda sistemasi. Tozalikka besh ketdik. Молодец, rizo bo'ldim. Akam nimasidan ham ko'rganimiz, mana magazin shaharda, sklad tashqarida. Unga bo'la hozir shahardan sklad arendaga oladigan bo'lsa ham kamida 2000-3000 ming dollar unga ham pul beradi. Uje u 1-2 yilda zdaniyaning pulini chiqarib oladi ekanda. Bu uje biz ustozimiz aytgandek, biz постоянка расходlarimizni kamaytirib, переменный расходlarga o'tishimiz kerak ekan. Bu misol kichkina kvadratura, zato bu shaharda hamma showroom bor, klient kelib ko'raveradi. Normal ob'yem bo'lsa, skladdan jo'nataveradi-da. Bu narsalarga misol uchun e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, o'z ba'zi fundamentimizni biz to'g'rilab olishimiz kerak ekanda, keyin uje siz aytganda ozgina bilim olsak, yurib ketishimiz oson bo'lar ekan. Hozir akamda ham qarasam fundament bor. Siz bergan bilimdan sразу natijaga chiqyapti. Bu akamda ham qarasam fundament bor, sразу o'zimiz beryapti-da. Qiyinchilikni boyasa ekanda qulab turib ko'rgan insonlar baribir ko'rishimiz kerak ekanda. Sizlarni ko'rib, o'zimiz ko'ryapmiz-ku. Biz ham misol hozir ishlab chiqarishdamiz, doполнительно olib sotamiz degan niyatimiz bor-da. Lekin mana ishlab olib sotdi deganda bir mahsulotning atrofidagi narsalarni sotishimiz kerak ekanda. Misol uchun men qurilish sohasidan mollarni shu qurilish sohasidagi mollarning atrofida yonib sotishim. Misol uchun Burchakka yonida Balyasina, misol uchun Avaz aka, Qirg'iziston aka. Shu odamlardan mahsulotni olib sotadigan bo'lsa, men mahsulotni keyin ketaveradi. Zato bitta klient kelsa, marketing $1 zato 10 ta klient tiqib olishga imkoniyat bor-da. Sizda ham misol uchun bitta klient bilan qolgan zapchastlarni tiqib olishga imkoniyat bor ekanda. Shu narsa yaxshi narsalarni tushundik. Bu bratanga 5 ketdik, tozalikda o'zi ham yorasiz, zo'r qilibsiz. Medet aka zo'r. Medet akamiz ham katta biznesmen. O'sha Qozoqdas brendi asoschisi. Juda ham katta binolari, katta zavodlari bor. Havas qilsa bo'ladigan. Bularga ham borib analiz qilganmiz. Hurmat qilamiz. Medet aka birgaligimizdan xursandmiz. Faqat rahmat. Ana mikrofonni beraylik bu akamizga, Turkistonlik akamizdan oxirgi odamni eshitaylik. Gapirmoqqa narsangiz yo'q. Assalomu alaykum. Baymetov Davron, Turkiston shahri. Tekstil biznesi bilan tekstil biznesi sotish, ishlab chiqarish, sotish. Ikkala akamizda ham bir ko'rganimiz eng zo'ri tartib bor, tozalik bor ekan. Eng zo'ri tartib va tozalik. U sexda ham men o'zi ustozga kirib ishlakni sex solmay, men sex solma deganmada, ishlakni solmasam ustoz aytdi, nima qilasiz? Ota-bobolar ishlagan yumushdan ishlab keling, seninchi paneldan ishimiz dedi. Bugun borib boshqa xayolimizga kelib ketdi-da. Seximizni ko'rib, вообще zo'r ekan. Tozalik ham zo'r, hammasi zo'r, tizim zo'r. Hammasi yoqdi-da. Sizda ham sexingiz ham, skladingiz ham hammasi porядок ekan-da. Zo'r yoqdi. Meni oldimga kirib aka, tayyor. Ashu sex quraman deydi. Xo'p, qanday qurasan desam, ishlakdan qilaman, ishlaka blokdan deydi. Ey desam, men gaplashib bo'lganman, o'rtoqlarim bor deydi, tayyor planim deydi. Ey desam, yo'q, men gaplashib bo'lganman deydi. Eshitsa ham o'tgan yo'q. To'g'ri. Aniq o'rtoqlarim bor, gaplashib bo'lganman deydi-da. O'sha ishlaka blokdan qurishga gaplashib bo'lgan. Unga qancha vaqt ketadi? Arzon tushadi deydi yana. Ishoninglar, qimmatga tushadi. U qimmatga tushadi, vaqt bilan qimmatga tushadi. U qachon qo'yadi, qachon quritadi, qachon qiladi, qimmatga tushadi-da. Yo'q, xo'p dedi ya yonimda. Endi bugun ko'rgandan keyin menimcha ishondi. Bugun sizga borib ko'rdi-da. Endi ishlatmaymiz-a? Yo'q. Oson bo'ladi-ya. Oson bo'ldi, zo'r. Qancha razmer? Qancha ekan? 8 kvadrat. Razmeri qancha qilmoqsiz? 40 ga 20. 40 ga 20. Visota? Bir etajlik bo'ldi, 4 metr. Metall konstruksiya bo'lmasa, shuni arzon yo'lni chiqarib beraman. Kopeykaga chiqadi. Ana. Sendvichni ham yoqdan kirgizib beramiz. Ana. Tayyor. Tayyor, shunday. Haqiqatan. Bir pasda chiqadi hamma. Ana o'sha qarang, bir-birlar ishlang bitirib tashlaysizlar. Ko'rib havas qildim. Zo'r.
Tem bo'li to'pli bol, o'sha yerda ham gaplashdik. To'pli bol qilasizlar deb o'sha yerda aytdim men bularga, qaranglar. Shunday. Yordam beraman, chiqamiz. Katta zavod qilyapmiz bularga ham, xudo xolasa. Texnik оборудованиеlar keladi Xitoydan. O'sha borlari ham bor. Xudo xolasa qolganini ham kelsa, u bomba bo'ladi. Natija bo'ladi. Ikkalasi ham bir yaxshisi klient uchun fishka ishlab qo'ygan, o'zlari uchun. Eng zo'ri klientga qulaylik ishlab qo'ygan, ko'rgan, analiz qilgan, bozorni qaysi kam, qayeri uzun bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bu akamiz ham shu narsani qo'lga olgan mana. Boshqalarda zapchasi yo'q, ortiqcha. Bu akam shuni ishlab qo'ygan. Bu akamiz ham analiz qilgan, analiz natijasida shu narsani qo'lga olganda. Malades. Fishkalar shunday bo'lib turibdi-da, zo'r. Ey Allohga shukr. Malades. Biz xursand bo'ldik. Borlaringga shukr. Maza qildik. Bugungi analizimiz juda ham manfaatli bo'ldi. Xudo xolasa sizni bir nuqtangizga, hammalaring maqsadlaringga erishishlaringda qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. Borlaringga shukr. Sizlar bilan birgaligimizdan xursandmiz. Hammaga qarsaklar, rahmatlar. Borlaringga shukr.